Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Bir necha kunlardan so'ng Amerika Qo'shma Shtatlari, Kanada va Meksika maydonlarida Jahon chempionati o'yinlari boshlanadi. Xorvatiya terma jamoasi bosh murabbiyi Zlatko Dalic quyidagi futbolchilarni yakuniy tarkibga kiritgan. Darvozabonlar: Dominik Livakovic, Dinamo Zagreb, Xorvatiya; Dominik Kotarski, Kopengagen, Daniya; Ivor Pandur, Hull City, Angliya. Himoyachilar: Yoshko Gvardiol, Manchester City, Angliya; Due Chaleta Sar, Real Sociedad, Ispaniya; Josip Shutalo, Ajax, Niderlandiya; Josip Stanisic, Bavariya, Germaniya; Marin Pongracic, Fiorentina, Italiya; Christian Jakic, Augsburg, Germaniya; Martin Ehrlich, Midtjylland, Daniya; Luka Vushkovic, Tottenham, Angliya. Yarim himoyachilar: Luka Modric, Milan, Italiya; Mateo Kovacic, Manchester City, Angliya; Mario Pasalic, Atalanta, Italiya; Nikola Vlasic, Torino, Italiya; Luka Sucic, Real Sociedad, Ispaniya; Martin Baturina, Como, Italiya; Petar Sucic, Inter, Italiya; Nicola Moro, Bologna, Italiya; Toni Fruk, Rijeka, Norvegiya. Hujumchilar: Ivan Perisic, PSV, Niderlandiya; Andrey Kramaric, Hoffenheim, Germaniya; Ante Budimir, Osasuna, Ispaniya; Marko Pasalic, Orlando City, Kanada; Peter Musa, Dallas, Amerika Qo'shma Shtatlari; Igor Matanovich, Freiburg, Germaniya. Eslatib o'tamiz, Xorvatiya terma jamoasi Jahon chempionatining guruh bosqichida El guruhidan joy olgan bo'lib, Angliya, Panama va Gana terma jamoalariga qarshi kurash olib boradi.